Assalomu alaykum. Yulduz opa bir narsa aytib o'tirgan. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Rahmat, yaxshi keldingmi? Shukr. Yulduz opa, подписчикларdan ko'p beriladigan savolni aytishim kerak sizga. Hozir deydi to'yga deydi eng yaxshi ketib turgan modellar qaysi, baholari qanday bo'ladi degan shularni bir ko'rib o'tirsak, to'y berib o'tiramiz deydi, to'y mavsumi boshlanyapti deydi. Shuni ko'rsatib o'tsangiz. Hozir to'y mavsumida ana shular trendda bo'lgan 2026 ning modellari bular. Qishsiz modellar, lekin qoshma deb keladilar xalqimiz. Qoshmas lekin bular qishsiz model. Ajoyib narsa. Eng yaxshi narsamiz o'tib turgan. Ertaga pulning o'rnidan multilla bo'ladigan narsamiz. So'm oltinda bular, ha? So'm oltin. Gramlarni qarang, har xil gram. Ko'rinishi bir tur bo'lganmi? Ko'rinishi bir tur, grami har xil. 11 gram, unda 30 gram. Bunday variantlar dim ko'p bizda. Dim ko'p. Bunda bir xil variant. 12,5 gram, 11 gram. Dashi 1,5 gram raznica o'ynab ketadi-da. Ko'rinishi bir xil. Bir xil taraziga shunday tashab beramiz. Taraziga shular arzon narxlarda berib turibdi. 1 million 150 ming so'mdan qilib berdik ana. 1 million 207 yana skidka qildik. Grami. Bular ham mana fanol zavodimizdan kelgan. Chiroyli narsalarimiz, neobichniy. Fanol ham shunday chiroyli narsalar chiqargan hozir. Mana bu narsalarimiz ham grami 2 xil. Bu hech qachon modadan qolmaydi. Hech qachon modadan qolmaydi. Masalan, buni olsa klientimiz keyin dash pul taxlab buni olsa bo'ladi. Gramning ustida razitsasini beradi. Chiqqan gramlar pul to'laydi. Mana Bular boshqacha bu. bular boshqa tur variantda. Chiroyli narsalar. Dorika. Xalqimizning kisa ko'taradigan mana. Bular 7 million mana. Arzon. Bular 5 milliondan oshadi yana bu narsalar. Demak, to'yga 5 million so'mdan ham komplekt olsa bo'ladi. 5,5. Yuziklari qalin. Buni ham ko'rinishi chiroyli ekan, lekin rostdan ham. Chiroyli narsalar. Mana buning ham qarang, brillianti bor. Yana qashsiz narsa. Ikkisi bir xil. Kimki brilliant olamansa, kimki qashsiz dorika olaman desam. Ko'rsangizlar bo'ladi. Mana. Bular boshqacha bu. Bularimiz italyanskiy zavotidan. Hozirgi kunda moda bo'lyapti. Hozirgi kunda trenddagi narsamiz yana bularimiz. Qarang, unda 60ligi, 935ligi. Mana dorikasida farq etadi. Lekin qarasangiz bir narsa. Arzon qilib beramiz ro'za Ramazon oyida hammasini. Hurmatli do'stlar, kimga qanday oltin kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol do'konimizga tashrif buyursangizlar bo'ladi. Ma'lumot o'rnida aytib o'tamiz. Bir olgan narsangizni garantiyalari yozib beriladi. Ertangi siz vaqt o'tgandan keyin grammi o'g'rirog'ini almashtiraman degan taqdiringizda ustidan pul qo'shasiz. Sizning vajingizda esa yaxshi bahada baholab olib qolamiz. O'zlarimizning garantiyali qog'ozlarimizni ko'rsatsangiz, deylik shuni oldingizlar. Vaqt o'tgandan keyin buni almashtirasizlar. Buni ham bo'ladi, usti razitsasini berib chiqqan gram. Razitsasini berib olib ketaverasizlar. Hamma oltinlarimiz shunday. Yanlishlik qarang. Sotaman degan taqdiringizda bizlar yaxshi baholarda baholab olib qolamiz. Ishonmasangiz hamma yerda tekshirib, aylanib shu yerga kelishingiz mumkin. Hammangizni albatta Gold Star'da kutamiz.